Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 9 fevral 2026-yil sanasida o'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 23 so'm 68 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12303 so'm 16 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1,230,316 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 1,4% ga oshdi. Yevro 32 tiyinga tushdi. 1 yevro 14507 so'm 89 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1,450,789 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 2,7% ga oshdi. Rossiya rubli 51 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 76 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 159,760 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 4,1% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 10 kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 77 Rossiya rubli 1 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7701 Rossiya rubli 3 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 2,5% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.